Barchaga salom demak do'stlar, ushbu videoyimizda yana Pik saytlariga o'xshash King saytlarini davom etamiz. Xullas shunaqangi o'yin o'ynab pul ishlaydigan saytlardan bittasi Tron King sayti va bu saytimizda biz levelimizni oshirish bo'yicha bir taktika sinab ko'ramiz. Menimcha bu taktikamiz hammaga foydali bo'ladi, ya'niki hammaga yoqadi degan umiddamiz. Xo'p, bu Tron King, shunga o'xshash King saytlari, Pik saytlari hammasi stavkali saytlar, lekin biz bu kabi saytlarda sarmoyasiz ham ishlashimiz mumkin. Ya'niki siz pul kiritib o'tirishingiz shart emas. Pul kiritmasdan ham o'zi beradigan har soatlik airdropini yig'ib, shundan so'ng levelni ko'tarib oladigan bo'lsak, bemalol kuniga yaxshigina daromad qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, xullas Tron'ni narxi sizlarga aytib o'tganimdek, bu saytlarimizda yaxshi tomoni shundaki, bu kripto narxi ko'tarilgani bilan bu saytda beradigan kriptoni nimasi stavkasi o'zgarmaydi. Misol uchun, Tronda narxi hozir 16 sent ekan, ancha oldin 8 sent, 7 sent atrofida edi. Demak, 2 barobarga narxi ko'tarilgan. Mana bu faucetga kiradigan bo'lsak, har soatlik fauceti ko'rib turganinglardek bu o'zgarmagan. Oldin ham xuddi shuncha berilardi. Hozir ham shuncha berilmoqda, lekin narxi ko'tarilgan. Misol uchun, oldin siz misol uchun gold levelida siz misol uchun kuniga 50 sent ishlaydigan bo'lsangiz, hozirgi paytga kelib xuddi shu levelda siz $1 ishlaydigan bo'lib qolasiz o'zingizdan o'zingiz. Ya'niki kriptoni narxi ko'tarilganligi sababli. Xo'p, bu saytimizda xullas shunday qilib har soatda biz mana bu joydan o'zi beriladigan tekin airdropini kepchani yechamiz va har soat ushbu airdropni olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'niki levelimizga qarab. Men hozir bronza leveldaman, shuning uchun har soatda 0.02 trix ishlab olmoqdamiz. Master leveligacha chiqadigan bo'lsa 30 trix, gold levelida xullas 25 0.125 trix ishlashimiz mumkin har soatda. Platinum, Diamond, Master levellariga chiqish juda ham qiyin. Shuning uchun Silver yoki Goldga amallab chiqib olishimiz mumkin. Goldga chiqib olsak ham yog'iga harakat qilmasak ham bo'ladi. Faqatgina o'sha shunga o'xshash saytlarning hammasida Goldga chiqib oladigan bo'lsak, sarmoyasiz bir kunda yaxshigina pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Passiv holatda har kuni. Xo'p, endi levelni oshirishga keladigan bo'lsak, qanaqa qilib levelimizni oshirishimiz mumkin? Misol uchun, hozir menda 2 tron bor ekan. Aytaylik, siz misol uchun boshida mana bu stone levelida bo'ladigan bo'lsangiz, 0.5 trix ishlar ekansiz, bir kunda qancha ishlaysiz? Misol uchun, siz bir kun shuni yig'adigan bo'lsangiz, 2 ta 0.5 ida 0.005 ko'paytiramiz 24 soatga deylik. Misol uchun bir kunda 0.112 trix ishlanar ekan. Mana shu o'zi boshida stone to'g'ridan-to'g'ri temir leveliga o'tib ketish juda ham oson, chunki o'zi bonuslarni beradi, tekin 10 ta spinlarni beradi. Shuning uchun temir leveliga bemalol chiqib olsanglar bo'ladi. Va bu temir levelida sizlar 0.100 trix ishlar ekansiz va bir kunda siz buni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz, 0.124 trix ishlagan bo'lasiz. Xullas, bir kun 2 kun mana shu trixlarni yig'ib, misol uchun 1 trix yig'ib oladigan bo'lsanglar, yaxshiroq taktika qilib o'ynasanglar bo'ladi. 1 trix bo'lishi ham shart emas. Misol uchun 0.5 tron yig'sanglar ham 2-3 kunda, chunki 24 soat bu kepchani olishingiz mumkin emas. Shuning uchun 3-4 kun yoki 5 kunda o'sha 0.5 tronni yig'ib qo'ysangiz, shundan so'ng taktikani qo'yamiz. Qanaqa qilib taktika qo'yamiz? Mana bu o'yinga kirib olamiz, ya'niki Roulette o'yiniga kiramiz. Xo'p, ushbu Roulette'ni o'ynaymiz. Misol uchun, siz mana bu joyda qizil bilan qoraga tikamiz. Ya'niki ikkalasiga ham bir xil miqdorda tikamiz. Misol uchun 100 dan 2 ta qo'yib qo'yamiz. Demak, qizilga bitta, qoraga bitta qo'yamiz. Xo'p, shunda bizda qancha stavka bo'ldi? Pastga ko'ramiz. Demak, 0. Mana bu joyda ko'rib turganinglardek 0.302 trix stavka qilmoqdamiz. Xullas, balansga qarab qilamiz. Ya'niki misol uchun sizlarda 0.5 tron bo'ladigan bo'lsa, ya'niki yarim tron bo'ladigan bo'lsa, uni 5 ga bo'lamiz. 0.1 tron qilib depozit qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, misol uchun mana bu joyda yana 1000 dan bitta 2 ta qo'yamiz. Xo'p, 0.100 dan 1 qo'yishim, yo'q, 0.10 dan 1 qo'yishimiz mumkin edi.
Demak, 2200 bo'ldi. Xo'p, clear qilaylik. Mana bu 10 minglikdan ikkita qo'yamiz. Shunda xo'p, bundan yana ikkitadan qo'ysak bo'lar ekan. Xo'p, yana qo'yamiz. Xullas 0.1 bo'lishi kerak. Mana 0.1 tron bo'ldi. Xullas balansimizda 0.5 tron bo'ladigan bo'lsa, biz 5 marta yutqizsak, shunda bizni hisobimizda pullar tugaydigan bo'ladi. Bu stavkamiz bilan. Agar biz hamma pulimizni tikib oladigan bo'lsak, bitta yutqizishda hamma pulimiz ketib qoladi. Shu bilan uzoqroq vaqt оборот qila olmaymiz. Biz qancha ko'p оборот qilsak, shunchalik ko'p levelimizni oshirish uchun hissa qo'shilgan bo'ladi. Misol uchun hozir birinchi navbatda biz balansimizni ko'rib qo'yaylik. Mana bu joyda qancha xo'p, обороtimizda qancha bor? Demak, 1533.22. 1533.22 belgilab qo'yamiz. Xo'p, 1533 tron bor обороtimizda va endi o'yinda o'ynab ko'ramiz. Ya'niki qancha оборот qila olamiz? Ya'niki 2 tron bilan. Misol sizlarda 0.5 tron yig'gan bo'lsangiz, mendan 4 marta kam, mana bu 2 trondan 4 marta kam bo'ladi. Ya'niki shu tarzda hisoblab ko'ramiz. Xo'p, 10 minglikdan xo'sh qo'yamiz. Demak, yana bir marta 5 tadan qo'yishimiz kerak edi. Mana 0.1 bo'ldi. Ana endi avto deganiga o'tkazib qo'yamiz. Ya'niki biz o'zimiz ha deb buni bet tugmasini bosib vaqtimizni ketkazib o'tirmaymiz. Mana bu avto deganiga belgilab qo'yamiz va start auto bet degan tugmani bosamiz. Xo'p, qizilga ham qoraga ham qo'yganimiz sababi qizilga tushsa ham, qoraga tushsa ham biz foyda qilmaymiz. Ziyon ham qilmaymiz. Ya'niki 0.0 ketaveradi, balansimizda pulimiz kamaymaydi. Biz qachonki yutqizamiz, agar mana bu sharik 0 ga, ya'niki yashilga tushib qoladigan bo'lsa, mana bu yashilga tushadigan bo'lsa, shundagina biz pulimizni yutqizamiz. Shuning uchun aytib o'tganimdek, 5 marta yutqizishga yetadigan mana, misol uchun 1 marta yutqizdik. Agar hamma pulimizni tikkanimizda, uje bizni o'yinimiz tugagan bo'lardi, unchalik ko'p оборот qilmagan bo'lar edik. Lekin mana 5 ta yutqizishga yetadigan qilib оборотni tikdik balansimizga qarab. Shuning uchun biz 5 ta yutqizishda ancha-muncha оборот qilishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, avtoga belgilab qo'ydik va telefonni shunchaki qo'yib qo'yamiz. Videoni to'xtatib turaman, ko'ramiz. Xullas, balansimizda pullarimiz tugagandan so'ng 2 tron bilan biz qancha оборот qilganimizni bilib olamiz. Xo'p, demak do'stlar, bo'ldi. Mana 5 marta yutqizdi, chunki mana 0.5 tronimiz bizda minus bo'lib turibdi. Endi to'xtatsak ham bo'ladi. 2 tronda tugashini kutib o'tirmaymiz, chunki men sizlarga 0.5 tron balansinglarda bo'lsa qancha оборот qilishinglar mumkinligini tushuntirib o'tmoqchi edim. Xo'p, ana endi tekshirib ko'ramiz. Asosiy bo'limga o'tib olamiz. Qani qancha оборот bo'libdi. Xo'p, 1548 bo'libdi. Demak, 1548 da ayiramiz. 1548 dan. Demak, ko'rib turganingizdek 15 tron biz оборот qilibmiz. 0.5 tron bilan 15 tron оборот qilyapmiz. Bu yaxshimi yoki yomonmi? Buni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar bundan ham ko'proq оборот qilish mumkin bo'lsa, boshqacharoq usul bilan bu haqida aytsanglar, uni ham qilib ko'ramiz. Hamma uchun foydali bo'ladi. Xullas, shu tarzda levelni ko'tarishga harakat qilinglar do'stlar. Boshida levelni ko'tarish uchun, misol uchun menda hozir 5000 tron kerak bo'lsa, nima desam ekan? Hozir 5000 tron kerak silver leveliga o'tishim uchun, ya'niki 5000 tron оборот bo'lishi kerak. Lekin boshida kam bo'ladi. Misol uchun 50 tron bilan sizlar keyingi levelga o'tib ketsanglar bo'ladi. Misol uchun Stone'dan Iron degan levelga o'tish uchun menimcha 25 tronmidi yoki 50 tronmidi shunaqa edi. Bronza levelga o'tish uchun esa 150 tronmish kerak bo'ladi deb o'ylashimcha. Uni demak sizlar 10 ta urinishda yoki 5-6 urinishda bemalol keyingi levellarga o'tib ketsanglar bo'lar ekan. Misol uchun menda hozir bronza leveldaman, 0.2 tron ishlamoqdaman har soatda. Bir kunda misol uchun 24 soat emas, 10 marta oladigan bo'lsam ham 0.2 tron olar ekanman. Demak 2 kunda 0.5 tronda ishlab, har 2 kunda 15-20 tron оборот qiladigan bo'lsam, 5000 tronni оборот qilish uchun menga misol uchun 10 kunda 150 deydigan bo'lsak, 100 kunda 1500 bo'lmoqda. Xullas 2-3 oy vaqt ketib qolar ekan. Undan keyingi levelga ham xuddi shunday 4-5-6 oy vaqt ketib qolsa kerak. Xullas 1 yillarda biz gold leveliga chiqishimiz mumkin bo'ladi, agar sarmoyasiz harakat qilsak.
Pulim agar omadimiz kelib pullarimiz ko'payib ketadigan bo'lsa, tezroq levelni ko'tarish ham mumkin. Lekin sizlar levelni ko'tarmoqchi bo'lsanglar, pulni ko'paytirishga harakat qilmanglar. Yo pulni ko'paytirishga harakat qilish kerak yoki levelni ko'tarishga harakat qilish kerak. Ikkalasini ham qilishni iloji yo'q. Ikkalasidan bittasini qilish kerak. Maslahatim levelni oshirgan ma'qul. Sizlarni misol uchun azartga ham berilmaysizlar. Ya'niki juda ham kirishib ketmaysizlar bu o'yinlarga. Shunchaki avtomatik tarzda qo'yib qo'yasizlar, o'zi passiv holatda ishlab o'tiraveradi. Sizlar esa shunchaki buni kiritib to'g'irlab qo'ysanglar bo'lgani. Gold levelga chiqadigan bo'lsak, biz qancha kunlik ishlashimiz mumkin hozir hisoblab ko'ramiz. Demak, 0.125 tron ishlaydigan bo'lsak, 0.125 ko'paytiramiz 24 soatga. Demak, 6 tron kuniga ishlar ekanmiz. Hozir tronda narxi 16 sentida. Buni ko'paytiramiz 0.116 ga. Demak, taxminan $1 ishlashimiz mumkin ekan. Oldinlari esa shu 50 sentlar atrofida edi. Ya'niki tronda narxi past bo'lganida. Agar tronda narxi bundan ham ko'tarilib, misol uchun 16 sent emas, aytaylik, xo'p, 25 sentga ko'tarilib ketsa deylik, $1.5 ga chiqar ekan. Xullas, buni narxi ko'tarilishi ham mumkin, tushishi ham mumkin. Balki 5-6 sent bo'lib qolishi ham mumkin yoki kim biladi, balki $1 dan ham o'tib ketishi mumkindir. Agar $1 ga ko'tariladigan bo'lsa, siz demak $6 o'zidan o'zi pul ishlaydigan bo'lib qolar ekansiz. Menimcha video tushunarli bo'ldi do'stlar. Shu tarzda bemalol shu taktika bilan levelni ko'tarsak bo'lar ekan. Shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi. Albatta videoga bitta like bosib qo'ying va kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga a'zo bo'lib qo'yishni ham unutmang.